Uydirilgan din va Qur'ondagi din. 25-bob. Nasx mansux, dinni o'yinchoq qilish. Arabcha nasx so'zining ma'nolari orasida bekor qilish, o'chirish degan ma'no bor. U holda mansux so'zidan o'chirilgan, bekor qilingan degan ma'no chiqarishadi. Rivoyat va mazhab dini e'tiqodiga ko'ra, Qur'onda nasx mansux bor, ya'ni ba'zi oyatlar boshqa ba'zi oyatlarni bekor qiladi. Ulardagi buyruq va qaytariqlarni yo'qqa chiqaradi. Bundan tashqari, o'sha e'tiqodga ko'ra, hadislar ham Qur'on oyatlarini bekor qila oladi. Natijada, Qur'on oyatlarini bekor qilish uchun bir qator hadislar ijod etilgan. Qur'onda yo'q, son-sanoqsiz amrlarni dinga ilova etuvchi hadislar Qur'on bilan teng va hatto hukmda Qur'ondan ham yuqori deya qabul etilgan. Mazhab kitoblari Qur'on oyatlarini qanday qilib bekor qilishni o'rgatadi. Buning uchun 4 ta shart bo'lsa yetarli. Birinchi, Qur'on oyatini bekor qiluvchi hukm bo'lishi kerak. Nosix deyshadi buni. Ikkinchi, bekor qilingan oyat bo'lishi kerak. Buni mansux deyshadi. Uchinchi, nosix oldin, mansux keyin kelishi kerak. To'rtinchi, nosix va mansux o'rtasida ochiq ixtilof bo'lishi kerak. Mavjud manbalarga murojaat etganimizda islom olimlari va tarixchilar orasida Qur'on oyatlari qay tartibda yuborilgani haqida fikr ittifoqi yo'qligini ko'ramiz. Hadis naqllarida esa qay hadis qay oyatdan oldin yoki keyin aytilgani borasida ham yanada chalkash manzara kuzatiladi. Nasx mansux iddaolarini tekshirib ko'rganimizda shunday xulosaga kelamizki, bu yerdagi asl masala dinni mazhab imomlarining ixtiyoriga topshirishdir. Mazhab imomi nima nosix, nima mansux ekanini belgilaydi. Shunday qilib, mazhab imomi qo'liga sehrli tayoqchasini olishi bilanoq Qur'on hukmlarini bekor qila oladigan kuch-quvvatga ega bo'ladi. Ya'ni nasx mansux orqali dinni o'yinchoqqa aylantirishning pirovard maqsadi mazhab imomining diniy hukmronligini kuchaytirish va ularni din manbai maqomiga chiqarish bo'ladi. Avvalroq ko'rganimizdek, mazhab imomlari shundoq ham 10 minglab chalkash hadislardan o'z xohishiga ko'ra tanlash orqali yangi dinlar ijod etib ulgurgan edi. Nasx mansux esa mazhab imomlarining kerak bo'lsa Qur'on hukmidan ham ustun bo'la olishini ta'minlashdir. Natijada mazhab imomi Qur'on va hadisdan ham ustunroq maqomga va istagan manbaidan istaganini tanlab olish yoki bekor qilish vakolatiga ega bo'ladi. Yolg'iz Allohga xos bo'lgan dinda go'yo payg'ambar ham qo'shish va ayirishi mumkin deya avvalo uydirma hadislar ijod etilgandi. Keyinroq, ya'ni uydirilgan 10 minglarcha hadis orasidan istagancha olmaslik imkoniga ega bo'lgan mazhab imomi qo'lidagi o'sha sehrli tayoqchani xohlagandek ishlatish vakolatiga ega bo'lgach, dinda Allohdan ham, Rasulidan ham ustun bir maqomda turib, hukm o'rnata olish vakolatini qo'lga kiritgan. Barcha bu buzuqchiliklarga bahona qilingan narsa Qur'ondagi ushbu oyatning ma'nosini buzib talqin etilishi bo'lgan. Baqara surasi 106-oyat. Biz yanada xayrlirog'ini yoki uning o'xshashini keltirmay turib, hech bir oyatni nasx yoki nasiy ettirmaymiz. Oyatdagi oyat nima? Qur'onda ishlatiladigan oyat kalimasi Allohning borligi, birligi va uning isbot dalili bo'lgan har narsa uchun ishlatiladi. Tarjimalardagi mo'jiza yoki ishorat yoki ibrat kabi so'zlarning arab tilidagi muqobili oyat kalimasidir. Qur'onga ko'ra yaratilgan zarradan to kurraga qadar har bir mavjudotda, kecha va kunduzda, osmonlar va yerda, insoniyat tarixidagi har bir yirik hodisada oyatlar mavjud. Oyat deganda faqatgina Qur'ondan tilovat qilinadigan lafzlar degan xato tushuncha bor. Bu xato boshqa yanada katta xatolarga yo'l ochadi. Ba'zi tarjimalarda Baqara 106-oyatdagi o'sha oyat kalimasini oyatning hukmi deb o'girishgan. Go'yo mana shu bilan oyatlarning hukmini bekor qilsa bo'laveradi
va nasx mansux deyilgan o'yin mashru deya ishontirishga urinilgan. Holbuki Qur'onda kelgan oyat kalimasining ishlatilishini tekshirganda o'ta qiziq uslub tarzini payqash mumkin. Oyat kalimasining ko'plik shakli bo'lgan oyot kalimasi Qur'on bo'yicha dalillar, ishoratlar, ibratlar, Qur'on oyatlari ma'nosiga keladi. Ammo oyat kalimasining birlik, ayat shakli Qur'onning hech bir joyda Qur'ondan tilovat qilinadigan lafzlar ma'nosida ishlatilmaydi. Quyida oyat kalimasini birlik shaklida ishlatilgan oyatlar ro'yxatini keltiramiz. Ularga murojaat etib, har kim o'zi tadqiq etishi mumkin. Baqara 106, 118, 145, 211, 248, 259. Ali Imron 13, 41, 49, 50. Moida 114, An'am 4, 25, 35, 37, 109. A'rof 73, 106, 132, 146, 203. Yunus 20, 92, 97. Hud 64, 103. Yusuf 105. Ra'd 7, 27, 38. Hijr 77. Nahl 11, 13, 65, 67, 69, 101. Isra 12. Maryam 21. Toha 22, 47, 133. Anbiya 5, 91. Mu'minun 50, Furqon 37, Shuara 4, 8, 67, 103, 121, 128, 139, 154, 158, 174, 190, 197. Naml 52, Ankabut 15, 35, 44, Rum 58, Saba 9, 15, Yasin 33, 37, 41, 46. Saffat 14, G'ofir 78, Zuhruf 48, Zariyat 37, Qamar 2, 15, Naziat 20. Ko'rib turganimizdek, oyat kalimasi Baqara 106da birlik shaklida kelgani bois bu kalimadan murod Qur'ondagi oyatlar emas, balki Allohning koinotdagi dalillari, ishoralari va ibratlari deb anglash to'g'ri bo'ladi. Buni anglagach, Qur'on oyatlari ustida o'ynalgan nasx mansux o'yinlari sharmandalarcha fosh bo'ladi. Zotan Qur'on o'zida hech qanday ixtilof yo'qligini e'lon qilgan. Boshqalarning uydirma va o'yinlariga aslo fursat qoldirmagan. Qur'onda ixtilof yo'q esa, nasx mansux qaydan chiqdi? Ular Qur'on haqida fikr yuritmaydimi? Agar u Allohdan o'zganing huzuridan bo'lganida, unda ko'p qarama-qarshiliklarni topgan bo'lishardi. Niso 82. Modamiki Qur'onda hech qanday ixtilof yo'q ekan, demak nasx mansux ham bo'lishi mumkin emas. Chunki nasx mansux bo'lishi uchun ikkita ixtilofli ifoda bo'lishi kerak va biri boshqasini bekor qilish kerak. Baqara 106-oyatni anglash uchun bir oyat ortga qaytib, birga o'qish lozim bo'ladi. Baqara 105-oyatda o'tgan ummatlarga berilgan dalillar, ibratlar, ishoratlar haqida so'z yuritilganini ko'ramiz. Ahli kitobdan bo'lmish kofirlar va mushriklar Robbingizdan sizga biror yaxshilik nozil etilishini istamaydilar. Ammo Alloh o'z rahmatini istaganiga xos qiladi. Alloh buyuk fazl karam egasidir. Qur'onda dalillar, ibratlar almashib kelishi haqida yana bir oyat Nahl 101-oyatda keladi. Qachonki biz biror oyat, dalil, ibrat, ishora o'rniga boshqa bir oyat, dalil, ibrat, alomat, ishora almashtirsak, holbuki Alloh o'zi nozil qiladigan oyatlarni yaxshiroq bilguvchi zotdir. Ular deydilar, shak shubhasiz sen o'zing to'qib olyapsan. Yo'q, ularning ko'plari bilmaydilar. Nahl surasi 101-oyat. Bu oyatni davomidagi oyatlar bilan birga o'qiydigan bo'lsak, kofirlar Rasulullohga sen o'zing to'qib olyapsan deyishiga sabab Qur'on oyatlari bir-birini bekor qilish emas, aksincha Qur'on Alloh tarafidan nozil qilinganini yoqlab chiqishi va Qur'ondagi oyatlarning, ya'ni dalil, ibrat va ishoralarning
odamlar tarafidan unutilgan yoki bee'tibor tark etilgan oyatlar o'rniga kelishidir. Bularni bilgandan keyin Baqara 106-oyatni qayta o'qiydigan bo'lsak, nasx etilgan yoki unutilgan oyat o'rniga undan yaxshiroq oyat yoki unga o'xshash oyat kelishini anglash qiyin bo'lmaydi. Oyatda nasx yonida nasiy, unutish fe'li ham keladi. Unga suyanib rivoyatchi mazhabchilar Qur'onda unutilgan oyatlar ham bor deya e'tiqod qiladi. Holbuki bunday e'tiqod Qur'on nozil qilgan Alloh taolo uni o'zi muhofaza etishi haqidagi va'dasini yolg'onga chiqarishdir. Hijr surasi 8-oyatda Alloh taolo shunday deydi: Albatta zikrni biz nozil qildik va uni biz muhofaza etguvchimiz. Xo'p, unda nasx o'zi nima? Qur'on oyatlari bekor qilinmasligini va umuman nasx mansux bu o'yin ekanini fosh etgan zamonamiz Qur'on ilmi darg'alaridan professor doktor Husayn Otay o'chirish, bekor qilish degan ma'no nasx kalimasining birinchi ma'nosi emas deydi. Nasx mansux nazariyasini himoya qilish uchun oyatning ma'nosi aynan mana shu bekor qilish ma'nosiga burilganini ta'kidlaydi. Aslida esa nasx kalimasi bizdagi nusxa, ya'ni bir narsaning aynisini, o'xshashini yozish ma'nolarida anglash oyatga uyg'un keladi. Darvoqe tilimizdagi nusxa so'zi ham arabchadagi nasx kalimasidan yasalgan. Nasx kalimasidagi ushbu nusxa ma'nosi asl ma'no ekanini aytgan Husayn Otay boshqa bir oyatda ham zikr etilgan nasx kalimasini keltiradi. Josiya 29-oyat. Mana bu kitobimiz sizlarga haqni aytadi. Darhaqiqat sizlarning barcha amallaringizni ko'chirib nusxa olib yozib qo'yamiz. Olimning bu tasbiti o'ta muhim, chunki nasx kalimasini bu ma'noda anglasak, Qur'on oyatini bekor qilish degan ma'no butunlay yo'qqa chiqadi va o'z-o'zidan nasx mansux degan o'yin ham o'z-o'zidan fosh bo'ladi. Nasx mansux hatto hadislarda ham yo'q. Qur'onda nasx va mansux bo'lishi mumkin emas degan fikrni yoqlovchi Abdulloh Yildiz va Shamsiddin O'zdemir shunday yozadi: Qur'ondagi biror oyat nasx etilgani haqida hech bir hadis naql etilmagan. Buxoriy, Muslim, Abu Dovud, Termiziy, Nasoiy, Ibn Majah, Dorimiy va Malik hadis kitoblarini boshdan oxirigacha tekshirib chiqib, ularga Zayd ibn Ali va Ibn Sa'd, Ibn Hanbal, Tayolasi, Ibn Hasham, Voqidi asarlarini ham ilova etib, mufassal bir indeks hozirlagan mashhur mustashriq Vensisk asarini va bu asarni ilovalari bilan arabchaga tarjima etgan Muhammad Fuat Abdulboqiy Miftahu Kunuzi al-Sina asarini tadqiq etdik. Natijada bu kitoblarning birortasida Qur'on oyatini nasx etuvchi hadis yo'q ekanini ko'rdik. Ya'ni o'tgan boblarda yuzlarcha uydirma bilan to'la ekanini ko'rganimiz hadis kitoblarida ham nasx mansuxni qo'llovchi rivoyat yo'q. Hadislar o'z ichida chalkash va Qur'onga zid ekanini tan olishdan qochganlar nasx mansux bekatini oxirgi boshpana sifatida ko'rib kelishadi. Xo'p, mabodo bir hadis boshqa hadisga yoki oyatga xilof tushsa, qay birini oldin, qay birini keyin aytilgani qanday aniqlanadi? Qay birini bekor qiladi? Buni qanday tekshirasiz? O'sha eng sahih degan hadis kitoblaringizda ham qaysi hadis nechanchi yil aytilgani haqida lom-mim yo'q. Bular tushunarsiz bo'lgach, dinni tamoman mazhab imomining insofiga qoldirasiz, to'g'rimi? Dinni yolg'iz Allohga xos qiling deya amr etgan, bu dinning yagona egasi bo'lgan va hech qanday sherik bo'lmagan Allohning dinini o'sha imomning insofiga qoldirasiz. Dinning yagona manbai Qur'on va u yerdan bunaqa narsalar chiqmasligini ushbu bo'limda ko'rdik. Ammo shuncha ziddiyat va chalkashlarga qaramay, mazhabchi, rivoyatchi va an'anaviy din zehniyati nasx mansux orqali dinni o'z manfaatlariga moslashtirishga urinib, bu uydirmalarga bosh urib keladi. Yuzaga kelgan ayanchli oqibatlardan
eng yomoni shuki, hadislar hatto Qur'on oyatlarini ham bekor qilaveradi degan aqidani din holiga keltirishgan. Shunday qilib, yuz minglarcha hadisni istagancha manipulyatsiya qiluvchi mazhab imomlari 6000 dan ziyod oyat bo'lmish Qur'onni bir o'yinchoq kabi o'ynab keladi. Masalan, vorisga vasiyat yo'q degan hadis orqali vasiyat qoldirish haqidagi Qur'on oyatlarini tamoman bekor qilmoqchi bo'lishgan. Holbuki Qur'onda asl masala vasiyatdir. Undan qolgan, vasiyatdan keyin qolgan mol-mulk Qur'on tavsiyalariga ko'ra taqsimlanadi. Zinokorni toshbo'ron qilib o'ldirish hukmi ham hadis orqali Qur'on oyatini bekor qilishga yo'nalgan bir urinishdir. Darvoqe kitobimizning keyingi bobi rajm mavzusiga bag'ishlanadi. Hadislar orqali Qur'on oyatini bekor qilishga urinish oqibatida yuzaga kelgan ayanchli ahvolni o'sha bobda ko'ramiz. Hadislarda hatto bir hayvon, echki ham Qur'on oyatini yeb ketib, oyatni yo'qotishi mumkin. Bunday hadislarni ham ko'ramiz. Ammo echki nasx etgan oyat qanday qilib Qur'ondagi bir hukmni bekor qila oladi? Mana shuni ham muhokama etamiz. Josiya surasi 6-oyatda shunday deyiladi. Bu Allohning oyatlari. Ularni senga haqiqati bilan o'qib bermoqdamiz. Shunday ekan, Allohdan va oyatlaridan so'ng yana qanday hadisga iymon keltirishadi? Alloh Qur'on kelganidan keyin yana qaysi hadisga iymon keltirish mumkinligini savol ostiga oladi. Bir navi taajjublanadi. Hadischilar esa haligacha o'z rivoyatlari orqali Qur'on oyatlarini bekor qilishga urinish bilan ovora. Hadis degani arab tilida so'z, gap degan ma'noni beradi. Shu bois hadislarni dinlashtirgan tarjimonlar bu oyatdagi hadis kalimasini yana qaysi hadisga deb emas, balki qaysi so'zga deb o'girishadi. Lekin Allohning mo'jizasini qarangki, Qur'on oyatlariga qarshi urushda parallel dinlar uydirilishi va bu uydirmalar aynan hadis deyilishiga tang qolmay iloji yo'q. Qur'onni bo'lak-bo'lak qilganlar. Eng mashhur 5 nasx mansux. Xuddi Qur'onni bo'lak-bo'lak qilib olgan kimsalarga nozil qilganimiz kabi. Rabbingga qasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ishlari haqida so'raymiz. Hijr 90-93. Nahotki sizlar kitobning bir qismiga ishonib, bir qismini inkor qilasizlar. Sizlardan kim bunday qilsa, uning jazosi bu dunyoda rasvolik. Qiyomat kunida esa eng qattiq azobga duchor qilinadi. Alloh qilayotgan ishlaringizdan aslo g'ofil emasdir. Baqara 85. Qur'onga ko'ra, Qur'onni bo'lak-bo'lak qilish, kitobning bir bo'limini qabul etish, bir qismiga esa ko'z yumish degani emas. Bo'lak-bo'lak qilish degani shu. Nasx mansux o'yinchilarining qo'lida Qur'on oyatlari nasx va mansux deya ikkiga bo'linar ekan, bir qism oyatlarning hukmi mansux deya qabul etilmaydi. Holbuki Qur'onning hech bir joyida Alloh bunday bo'laklarga bo'lmagan. Yana Qur'onda aytiladiki, Yahudiylar kalimani to'g'ri ma'nosini boshqa yoqqa burish orqali dinni tahrif etgan, ya'ni buzgan. O'z manfaatlariga mos kelgan joyini qabul etgan, kelmaganini bekor qilgan. Baqara 41-oyatda. Bu oyatlardan musulmonlar bugungacha afsuski tegishli dars va ibrat olishmagan ko'rinadi. Baqara 106-oyatda aytilganidek, kezi kelganda kalimaning ma'nosini burib, Qur'onni bo'lak-bo'lak qilish ko'chasiga kirib qolganlar. Buning jazosi bu dunyoda rasvolik, qiyomat kunida esa eng qattiq azob ekan. Bundan chiqishning yagona yo'li Qur'onga qaytish. Unga hech narsani qo'shmasdan, ayirmasdan, hech qanday nasx mansux uydirmalarisiz qabul etgan holda tobe bo'lishdir. Hadischi va mazhabchi dindorlar har mavzuda ixtilofga botgani kabi nasx mansux masalasida ham chalkashlarga tushib bo'lishgan. Ba'zilarga ko'ra nasx mansuxlar soni 3 ta, ba'zilariga ko'ra 5 ta, ba'zilariga ko'ra 60 ta, ba'zilariga ko'ra esa 200 ta, ba'zilariga ko'ra esa undan ham ko'p. Nasx mansux uydirmalari qanchalik yaroqsiz ekanini eng mashhur quyidagi 5 ta misol orqali ko'rib chiqamiz. Eng mashhur 5 nasx mansux.
Birinchi, xamr. Xamr arabchada vino, sharob yoki mast qiluvchi modda ma'nosini beradi. Baqara 219 da xamrning yomonligi yaxshiligidan ko'proq ekani aytiladi. Moida 90 da xamr shaytonning ishlaridan bir nopoklik deya ta'riflanadi. Niso 43 da esa nima deyotganini bilmas darajada mast ekan, salatga yaqinlashmaslik buyuriladi. Iddaoga ko'ra, Moida surasidagi oyat o'zidan oldingi 2 oyatni nasx etadi emish. Bu mantiqsiz iddao. Baqara 219 da xamr bilan bog'liq ba'zi xususiyatlar ochiqlanadi. Masalan, vino yurak qon tomirlari uchun foydali ekani ma'lum. Ammo oyatda aytilganidek, yomonligi yaxshiligidan ko'proq. Ya'ni oyatda xamrning yomonliklariga qaramay ba'zi foydalari ham borligi aytilmoqda. Ayni paytda yomonligi ko'proq ekani bildirilmoqda. Niso 43 ga kelsak, bugun ham namoz o'qiydigan, ammo ichkilik ham ichadigan musulmonlar yo'q emas. Demak, bunday kishilar ichkilik ichgan vaqtida jamoat tadbirlarida ishtirok etmaydi. Nima deyotganini bilmaydigan darajada mast bo'lsa, jamoat namozlaridan chetlatiladi. Bu cheklovning o'lchovi nima deyotganini biladigan holga kelgunicha. Moida 90-oyatda esa xamr shayton ishi nopoklik ekani va musulmonlar bundan uzoq turishi kerakligi bildiriladi. Ko'rib turganimizdek, 3 oyat orasida hech qanday ixtilof yoki ziddiyat yo'q. Shunday ekan, ular orasida nasx mansux o'yinini qilishga asos yo'q. Bu 3 oyatning har biri o'z kontekstiga ko'ra mazmun va funksiya tashiydi. Urush va tinchlik. Qur'ondagi asl maqsad bu tinchlik. Urush esa ba'zi shartlarda yuzaga keladigan bir zarurat xolos. Masalan, musulmonlarning yurtlaridan haydalishi yoki tashqaridan hujum qilinishi. Bunday holatlarda musulmonlar urush davri talablari nima esa shuni qilishga majbur. Qur'onga bir butun o'laroq qaraganimizda, bu aytilganlarning barchasi g'oyat o'rinli va yanada tushunarli bo'ladi. Shunday ekan, urush haqidagi oyatlar tinchlikni nasx etadi degan iddao butunlay noo'rin. Musulmon kishi Qur'ondagi umumiy prinsiplar asosida tinchlikparvar bo'lishga harakat qiladi va Qur'onda belgilangani kabi jamiyat agar tashqi hujumga duchor bo'lsa, urushga qatnashadi. Bular ixtilof emas, balki turli vaziyatlarda, farqli vaziyatlarda qarshi tarafning xatti-harakatiga qaytariladigan bir reaksiya, bir javob harakatidir. Urushdagi mu'min kofir nisbati. Anfal 65-oyatda 20 nafar sabrli musulmon 200 kofirni yengishi, 100 nafar sabrli musulmon esa 1000 kishini yengishi aytiladi. Keyingi 66-oyatda esa Alloh taolo musulmonlarning zaifligini bilib, yukini yengillatgani aytiladi va endi 100 nafar sabrli kishi 200 kishini, 1000 kishi esa 2000 kishini yengishi aytiladi. Iddaoga ko'ra bu oyatlardan biri boshqasini nasx etadi. Aslida bu 2 oyat orasida hech qanday nasx mansux yo'q. Ketma-ket 2 oyatda chizgan manzarada musulmonlar o'z ichidagi zaiflikni qanchalik tuzatsa, shunchalik zafarga loyiq va muvaffaq bo'lishi darsi beriladi. Bu oyatlarda insonlar o'z holatini o'zgartirmaguncha oqibatlari ham o'zgarmasligi eslatiladi. Ya'ni musulmonlardagi zaiflikni xotirlatish orqali bu zaiflikdan xalos bo'lishning sharti sifatida ahvollarini tuzatish kerakligi uqtiriladi. Vasiyat. Qur'onda ham vasiyat qilinishi aytilgan, hamda merosni qanday bo'linishi borasida tavsiyalar berilgan. Nasx mansuxchilar esa merosni taqsimlash haqidagi oyatlar vasiyatga taalluqli joylarini bekor qiladi deb iddao qilishadi. Boz ustiga vorisga vasiyat yo'q hadisi orqali Qur'onning bu ochiq hukmini bekor qilishga urinishadi. Biroq oyatlarni diqqat bilan o'qib ko'rganimizda kimga qancha meros tegishini o'rgatgan oyatlarning oxirida bir necha bor bular vasiyat va qarzlar o'talgandan keyindir deya takrorlanadi. Demak, Qur'onga ko'ra oldin vasiyatga ko'ra mol-mulk taqsimlanadi va qarzlar o'taladi. So'ngra esa qolgani Qur'onda ochiqlangani kabi taqsimlanadi.
Qur'onda nihoyatda ochiq ifoda etilgan bu taqsimlash shaklini anglay olmaganlar faqat anglashni istamayotgani sababli bo'lishi mumkin xolos. Qiblaning o'zgarishi. Iddao shuki, payg'ambarimiz Qur'onda qibla tarafini ko'rsatuvchi biror oyat kelgunicha o'zlariga mushriklardan ko'ra yaxshiroq bo'lgan va namozlarini Quddusga qarab o'qiydigan ahli kitob kabi Quddusga qarab namoz o'qir edi. Baqara 144-oyati vahiy qilinganida payg'ambar qibla o'laroq Makkadagi Masjidi Harom tarafga burilgan. Payg'ambarni Quddusga qarab namoz o'qi degan oyat agar yo'q bo'lsa, uni qanday qilib nasx etish mumkin? Qibla haqidagi oyatdan oldin yuzlangan taraf Qur'onning buyrug'i emas, payg'ambar va boshqa mu'minlarning shaxsiy tanlovi edi. Shaxsiy qarordan farqli oyatga nasx mansux deyilmaydi. Yuqoridagi mana shu eng mashhur 5 nasx mansux misolidan ham shuni ko'rish mumkinki, nasx mansux deya olg'a surilgan iddaolar tamoman asossiz va yaroqsiz. Nasx mansux borasidagi eng katta tahrif, ya'ni dindagi buzilish rajm masalasida qilingan. Bu haqda keyingi bo'limda so'z yuritamiz. Alloh taolo Kahf surasi 27-oyatda shunday deydi: Rabbing kitobidan senga vahiy etilganini tilovat qil. U zotning kalimalarini o'zgartira oladigan hech qanday kuch-qudrat yo'q.